Hammaga salom, juda sizlar bilan men o'sha streamingiz bo'laman. Bugun birgalikda yangi videoga xush kelibsizlar. Bugun birgalikda ajoyibdan ajoyib videolarni olamiz. Hozir bu yozilayotgan ovoz shuni aytib o'tib ketyapman. Shu aytib o'tib ketyapman. Xolos, bugun birgalikda prosta o'ynaymiz, pak ochamiz. Shu mana shunday ishlar qilamiz. Boshqa undan oldin bir marta o'ynagan har safar ishlatib qo'yaman pulimni bilsanglar. Shuning uchun shu joyda xullas obuna bo'lib like plus comment plus ashizlar yo'q. Tiring qilib qo'yasizlar. Xudo xolasa bir 2-3 kun, 2-3 kun emas. Bugun hozir ham bu shu video chiqishidan keyincha turib shunlar jonli efir bo'lishi mumkin. Xullas jonli efir yo'qdim. Kutdim shu nima bo'lishini. Endi xullas boshladik pashti videoni. Xullas yangilanish keldi. Ko'rasizlar, ko'rsataman. Ko'rsatyapman. Mana kirdik. Hozir mana qutcha qatadi. Endi shuni oldindan aytib o'tib ketaman. Bu shtir bo'lmayotgan deb o'ylayapman. Prime kartlar Prime kartlar keldi. Juda ajoyib. Xullas prizlarni ham olish kerak, olamiz. Endi gapirib turaman endi o'yinga endi ashula turish kerak deyapti. China keldi, Neymar kelishini vashshe kutdim. Rostdan keldi deb o'yladim. Hamma joyda tarqalib ketdi. Afsuski kelmadi Neymar. Afsuski Neymar kelmadi. Rafinha'ni ko'rdinglarmi? Hozir Rafinha kirsanglar 20 ta 115 o'yinchi bersanglar, keyin o'zini albatta kuchaytirib mashina bo'ladi-yu. Ashunda xullas Rafani tana qilib qo'yishganda 20 ta 115 o'yinchi bu bersa bomba-yu bola. Hozir endi extra time ochamiz. Shunda prime kartini beradi ekan. To'g'risi qiyin-da. Qanaqasiga deysizlar? Keyin Endrik keldi. Endrik ham anaqasi keldi. Kuchli 115 keldi. Hozir menda 113 bor. Hozir ash Endrik tushirishga harakat qilamiz. Jinani ochib plus 13 sotiladi ekan mana o'yinchi. Chiqib hozir sotamiz. Hech pulga ketadi deb o'ylaysizlar. O'ylab ko'ringlar, men bilaman, prosta aytmayman, esimda yo'q. Meni aytmayman. Mana kirib olamiz. Ovoz baland kelyaptimi? Mana hozir minusga kiradi 100%. Chunki ko'p barobar unaqa minusga ketgan sotiladigan o'yinchilarim juda kam. Shuning uchun. Baba minusga ketadi, zararda beradi. Albatta. Hozir mana sotdik. Shuni bo'lsa-keyin o'ynashib turamiz. Hayır, sotildi bo'ldi tayyor. Endi uni olsak yaxshi bo'ladi. Ana minus 14 minusga ketdi. No yaxshi, zato sotiladi. Bor, endi shu joyga qo'ysak akkaunt vashi. 116, xudo xolasa 115 qilamiz. Yo, xolasanglar kommentariyaga agar meni oldindan kuzatib keladiganlar bo'lsa, komment 100% yozib qoldiringlar. Keyin ana level davomi chiqsinmi yo'qmi? Chiqsin desalar yana boshidan o'sha joyga yetib kelib plus boshlayman. Levelda ham oxirigacha olib borib qo'yamiz. Bo'lmasa mana shu FIFAda bitta video chiqaraman. Endi qanaqa video desa bo'ladi? Biz qiziq video chiqaramiz. Plus Open Pack'ga hozir kirib yana FIFAda ko'pgina anaqalar draft flashlar yig'aman qo'limdan kelgancha sizlarga. Keyin jonli efir boshlab, jonli efir boshlagandan keyin nima qilaman? Jonli efir bo'ladi. Mana hozir 1000 ta berdi bizga. Hozir mana undan 1 2 ta 3 ta bitta ocha olamiz ekan. Ana u bilan 700. 100% hozir omadimiz kelmaydi. Sababi nimaligini ham aytishim shart emas. 100% omad kelmaydi.
chiqib xullas videoni to'xtatib yana boshdan kirildi. Qarab turinglar. Endi ertaroq qo'yib nima qilay? Voy bilay. Kechirasizlar, so'kinib qo'yaman endi sizlarga emas. Mana shu joyda haligi mishiq topib olgan mashina qo'yaman. To'g'risi. Ana va yana ashula qo'yib qo'yish kerak. Buni endi bunisiga qo'yish shart emas. Nimagaligini bilmadim. Endi shart emas qo'yish. Ovoz past kelmayaptimi bola, shuni endi aytib o'tib ketaman. Juda qiziq emas. Hozir nima qilishni ham bilmayman. Hozir mana do'rguni olamiz. Do'rgu. No yaxshi, hozir uni ham cho'qibda hozir anaqa priz olishimizga. Hozir menga anaqa emasda bola, yaxshi emas hozirgi holatim. Xudo xohlasa finalgacha yetsam, finalga yetib olsam birinchi o'rinda bola. Shu finalga yetganimdan keyin yaxshi bo'ladi-da. Sababi nimada? Finalga yetganimdan keyin har anaqada ko'proq anaqa qilaman. Hozir bunda sovg'asi bor ekan, sovg'ani olamiz. Keyin bitta pak ochaveramiz bola jina. Mana 2 mingta jambo 3 mingta bo'ladimi? Albatta 3 mingta bo'ladi. Keyin jinadan pak ochamiz. Hozir 10 ta match o'ynasa yana bitta draft beradigan, xullas hammasini qilishga harakat qilib sizlarga shu hammasini ajoyib endi kontentlarni kuchaytiramiz. Jimslarni ko'paytirib, xullas hammasini sizlarga bomba darajada yetkazishga harakat qilamiz bolalar. Albatta, mana boshladik. Yuradiganlar kommentga yozib qo'yasizlar. Men aytolmayman endi. Hozir yana ochaman. Yuradi desanglar, endilik tushadi desanglar like bosasizlar. Tushmaydi desanglar omurma bo'lasizlar. Endilik ham kelgani 115 shuni aytib o'tib ketyapman-da. Qatib qoldi. Mana hozir yuradi, ketdi bolakam. Braziliya striker. Nimaga tushadi bola? Endilik tushmaydi, mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Nimaga endilik tushmaydi? U Martinez tushsa ham yaxshi bo'ladi deb deyapman. Lebmi, sebmi? Hozir menda Maguire bor, ikkita anaqa United anaqa o'yinchisi. Hozir aytdim, Gina anaqasi ham bor ekan. Toza o'tamiz. Hozir shu joyda yana anqayib qolgan muddashni olsa, mashina o'tib qolyapti. Dedim. Tushunmadim bola to'g'risi. Nima qilay? Aytinglar, nima qilay? Xullas unaqa mayda juddalashib yurmaymiz. Xudo xohlasa stream qilishga harakat qilamiz qo'ldan kelgancha. Bo'ldi, shu. Xullas bitta ma'lumot aytib o'taman. Ertaga anaqa bo'ladi. Nima edi? Keyin hozir xullas Gina boks ham kelgan bo'lish kerak bolalar. Chunki men sababini aytsam, kirganim yo'qman, kelish kerak. Men akkauntim ko'rasizlarmi? Nuno Mendes. Akkaunt ko'rasizlarmi? Plus Alissonni asosiy tarkibga tushiramiz. Kurtuva kelsa Kurtuvani ham anaqa qilamiz. Sababi hozir Anvarada qoniqtirmayapti meni. O'zim varatam, bilmadim, uni qaytarishim ham mumkin. Bilmayman to'g'risi. Alisson yaxshi. Alissonmi? Nasha yaxshi o'ynamasa aytib qo'yasizlar. Ha. Hali ham 116 kuchaygan yo'q.
albatta. Begona transfer qildimda endi nima qilay, endi bunaqa qildim pildim qilmasdan shart beraverish kerak, endi gapirmasdan jim o'tirsang jim videoyam jim bo'lavermaydi-da bola. Yo bola menimcha asha eski varamash-varatam yaxshi ekan deyapman. Hozir bunday darajasiga bir qadar qaradim. Siqilib qoldim. U ancha zo'r edi, bir paytlar kapitan bo'ladi, undan kuchlilar kelsam. Xullas, keyin bittanaqa qilamiz. Kunday yo Haaland olaymi? O'sha Haalandim bor. Kunday bo'lsinmi deyapman-da, Timberja yaxshi o'ynayotganga o'xshamayapti. Albatta, preview karta ham olish kerak edi albatta bola, nima qilaylik? Aytasizlarmi? Ana, endilikdan ham beryapti. Eslayam. Endi nima qilamiz? Vizram bo'lmas, ko'p o'yinchilar bor endi. Xullas, oldin fikturishda ham yaxshigina turib oldim, keyin haligi nima edi? Xullas, nomi nima edi? Undan oldin keyin anaqaday keldi-yu, mana Maguire'ni turib oldim. Ronaldo Messi keldi-yu 117 da. Mashina turib oldim. Xullas. Buni ham kuchaytirib qo'yilmagan esda yo'q. Yana ko'pgina olib qo'ydim mana ulardan. Esda yo'q, yana o'yinchilarni xullas har sotib olyapman. Xullas 1 milliardni, 1 milliondan xullas anaqada xullas bu o'yinchilar beradi-yu. Qo'pol qilib gapirganda bu o'yinchida bola. Zo'r o'yinchi bo'lmaydi, bu o'yinchi bo'ladimi? Keyin ular har xil taktikalar qilamiz, xullas hammaga xayr. Bolalar, mana video tugadi. Hammaga xayr, salomat va sog' bo'ling.